Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Ana biz bugun Asakabank tomonidan Toshkent viloyati Parkent tumanida Parkent tumanining Yangiobod No'fiy hududidagi 591 787-konturlarda yetishtirilayotgan uzum maydonlaridamiz. Bu uzum maydonlarida uzumning xo'raki, ya'ni qora kishmish va toifa navlari yetishtiriladi. Bu yer jami 38 gektar, 3 gektarni tashkil qilib, 6 ta dehqon xo'jaligi faoliyat yuritadi. Bu yerda Asakabank tomonidan hozirgi kunda shu bilan dehqon xo'jaliklari bilan birga ishlash tashkil etilgan, ularga yordamlar beriladi. Hozirgi kunda uzum qishga yopishdan, qishga ko'milgandan keyin ochilgan holatida, hali gullab hosilga kirish holatida emas, endi barg chiqarib ko'karib kelmoqda. Sababi bu joylar tog' yonbag'irlari bo'lgani uchun sal ko'chatni rivojlanishi boshqa joylarga nisbatan kechroq bo'ladi. Bu yerda hamma joyda uzum toklari ekilgan. Bu joylarda ana dehqonlar ishlamoqda, uzumni ochish ishlarini amalga oshirilmoqda. Bu yerda dehqon xo'jaliklarda jami 6 ta bo'ladigan bo'lsa, bu yerda loyihaning umumiy qiymati 350 million bo'lib, shundan yetishtiriladigan mahsulot tonnasi 67 tonna yu undan 6 kilogramm tashkil qiladi. 68 tonnani tashkil qiladi. Umumiy yalpi daromad yillik 1 milliarddan oshiq olinishi ko'zda tutilgan. Shunda har bitta dehqon xo'jaligiga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda yerni unumdorligi hisobiga 120-130 milliondan 50 daromad olishga to'g'ri keladi. Mana ko'ring, bu joylar tog'da juda ham yonbag'ir emas, sal tekisroq joylarda joylashgan. Lekin lalmi yer hisoblanadi barchasi. Lalmi yer hisoblanadi. Bu joylarda doimiy uzum yetishtirish bilan dehqonlar shug'ullanib keladi.